Assalomu alaykum azizlar, demak boshladik. Bugun gapiradigan narsam Pirimqul Qodirovning yulduzli turlar asari haqida bo'ladi. Turkiyani tabiati orqa tarafdan. Demak boshladik. Pirimqul Qodirov yulduzli turlarida Bobur asosiy rolda o'ynaydi, ya'niki Zahiriddin Muhammad Bobur. Bu asarda meni taajjubga qoldirgan narsa Pirimqul Qodirov Boburning shaxsiyatini va qaysi asosiy jihatlari ipidan ignasigacha qanday ko'nglida nimalar o'tsa hammasini tasvirlab bergan. G'azallarini o'ylagan fikrigacha yetkazib bergan. O'sha paytda qaysi vaziyatda turganligini, ya'niki Boburning o'sha g'azalni yozayotganda qanday holatda bo'lganligi, qanday ruhiy holatlarni kechirayotganini bildirib o'tgan. Asar nima uchun yulduzli turlar? Avval shunga to'xtataylik. Kecha kunimda o'ylab qaradim. Yulduzli turlar nima uchun aynan Pirimqul Qodirov bu asarni yulduzli turlar deb nomlagan deb rosa o'yladim. Oxiri topdim keyin. Yulduzli turlar. Albattaki yulduzli turlar. Yulduzlar ko'p bo'lganda va xo'p aniq to'g'ridan to'g'ri falsafa qilib tushuntiraman sizlarga. Amir Temur bu quyoshdir. Quyosh so'ngandan keyin yulduzlar chiqadi. Yulduzlar tunda chiqadi. Quyosh o'z soyasi, o'z nurlarini socharkan yulduzlarga o'rin yo'q. Ya'niki yulduzlarni nuri quyoshchalik bo'la olmaydi. Faqatgina quyosh so'ngandan keyingina yulduzlar chiqadi. Faqatgina tunda chiqadi. Pirimqul Qodirov ham menimcha shu o'ylagan o'ylarimni o'ylagan bo'lsa kerak. Meni taxminim shu. Asosan nimaga sharh bergan, nima uchun shunday nomlagan deb alohida kitoblarini, alohida video roliklarini ko'rganim yo'q, o'z fikrimni aytyapman. Demak, yulduzli turlarda asosiy e'tibor beradigan narsa bu Boburning, hozir biz Boburni o'z vatanini tashlab boshqa yurtlarga ketgan deb sallaligi nojo'ya noharakatlar, ya'niki uni salbiy tarzda ko'ramiz, lekin yulduzli turlarda o'qigan inson uni qanday ruhiy holatda bo'lganligini anglab yetadi. Asar yulduzli turlar birinchi Tohir va Robiyaning sevgi kechinmalaridan boshlanadi va oxirida esa xuddi Robiya va Tohirning qayerda tug'ilgan bo'lsa o'sha yerga ketganligi bilan yakunlanadi. Sevgi bilan boshlanib, sevgi bilan tugaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur eng yomon ko'rgan inson bu Shayboniyxon bo'ladi. Shayboniyxon bilan jang qilgunga qadar xo'p Bobur Mirzo o'gay ukasi bilan urushadi, Ahmad Tanbal bilan urushadi, Samarqandni egallaydi 2 marta. Shu kabi vaziyatlar bo'lib o'tadi. Undan keyin Shayboniyxon keladi, butun Movarounnahr hududlarini egallab oladi. Bobur esa Afg'onistonga qochishga majbur bo'ladi. Afg'onistonda bo'lgan paytda xo'p Ismoil Safaviy Shayboniyxonni yutib qo'yadi. Undan keyin Bobur Mirzo Samarqandga boradi va ikkalasi sulh tuzadi. Ya'niki Ismoil Safaviy bilan Bobur Mirzo. Faqatgina bitta sharti bo'ladi. O'zaro din uchun, dinda bilasizlar, islom dinida ikkita mazhab bor, shiyalik va sunniylik mazhabi. Eronliklar shiyalik mazhabida, biz esa sunniylik mazhabidamiz. Shiyalar boshidagi sallani 12 marta o'raydi. Biz esa 4 marta, ya'ni 4 xalifa bo'lgani sabab har bittasiga bittadan o'raymiz. O'shani salla olib kelib beradi Ismoil Safaviy Boburga. Shuni kiyasan deydi. Keyinchalik Bobur uni kiyishga majbur bo'ladi, shu yo'lini topadi. Chunki o'sha paytda Boburning vaziyati shuni taqozo qilardi. Agarda u yo'q deganda Samarqand taxtiga chiqa olmasdi. Ismoil Safaviy bilan teskari bo'lib qolardi. Undan keyin Afg'onistonga boradi, Kobulda ko'p yashaydi. Oxiri keyin qarasa Movarounnahrdan umid yo'q. Ismoil Safaviy egallab olgan va u yangi yerga ketishga majbur bo'ladi, ya'niki Hindistonga. Undan keyin uning uchun eng yaqin bo'lgan inson bu insonlar deya uni onasi, opasi Xonzoda begim, Tohir
to'qima obrazmi bilmayman. Undan keyin Mavlono Fazliddin, ya'niki u me'mordir. Undan so'ngra eng suyukli rafiqasi Mohimdir. Uni Afg'onistonda topib oladi. Qanday topib olganligini aytib o'taman sizlarga. Yoki Pirim Qulqodirovda yulduzli tunlarda shunday deyapti. Zahiriddin Muhammad Bobur yo'lda ko'chada ketayotganda unga yo'liga bitta gul tushadi. Derazaga qarasa, Mohim turgan bo'ladi. Ikkalasi nigohi bir-biriga tushadi. Tushgandan keyin sevgi rishtalari sekin astalik bilan bog'lanadi. Undan keyin Mohimni o'z haramiga oladi va shirin-shirin hayot kechiradi. Lekin Mohimning va Boburning o'rtasidagi farzandlar juda kam bo'ladi. Faqatgina bitta o'g'li va bitta qizi bor xolasi Gulbadan begim hamda Humoyun Mirzo. Qolgan 3 farzandi vafot etadi. Undan keyin shunday topib olgan Mohimni. Xo'p, yana asosiy to'xtaladigan narsam Boburning o'z shaxsiyati. Ya'niki uni o'rnida bo'lgan har qanday inson Boburdan da ortig'ini qila olmaydi. Ya'niki Bobur ketishga majbur bo'lgan. Undan keyin u ketish sababi ham aniq. Chunki nimaga? Yulduzli tillar aytib o'tdiga, Movronnahar osmonida yulduzlar juda ko'p edi. Yulduzlar bilan urushaverib charchagan Bobur oxiri yulduzlari kam bo'lgan Hindistonga ketishga majbur bo'ladi. Va o'sha yerdan qo'nim topadi. Yana mirzolar, undan keyin beklar va hukmdorlar o'rtasida eng kam uchraydigan holatlardan biri bu hukmdorning ilmga va binokorlikka bo'lgan munosabati. Boburda bu ikkisida bor edi. O'zi asar yozardi, she'r bitardi, g'azal yozardi, ruboiylar yozardi, hamda binokorlikka ham imkon yaratardi. Yana Hindistonga borganda Mullo Fazliddinga ko'plab binolar qurdirishini buyurgan. Hindistonda xuddi o'sha paytda Movronnahirda, ya'ni Samarqandda odamlar Mirzo Ulug'bek rasadxonasidagi toshlarni olib o'z uylarini qurishga sarflashayotgan edi. Bobur esa o'sha paytda begona yurtda, begona joyda katta bino qurdirayotgan edi. O'shanda Boburning ham g'azabi keladi, ham ichi achiydi. Men o'zga yurtda bino quryapman. Bular bo'lsa o'zimning yurtimdagi binolarni buzyapti deydi. Ichi achiydi. Boburni ham ko'ngli istaydi Andijonda, Samarqandda binolarni ko'p qurishni, lekin taqdir zayli, dunyoni charxpalagi bunga yo'l qo'ymaydi. Bobur shaxsiyati eng zo'r shaxsiyat sifatida tasvirlaydi. Buni o'qigan odam Boburga bo'lgan munosabati o'zgaradi. Boburning ichki ruhiyatini shunaqangi ochib berganki, Pirim Qulqodirov, uni o'qigan odam o'zini Bobur deb his qiladi. Bobur chekayotgan zahmatlarni, u xursand bo'lgan vaziyatlarni bemalol anglaydi. Bu yozuvchining mahorati. Yulduzli tunlar asari Bobur shaxsiyatini o'z holatida qanday bo'lsa shundayligicha ochib bergan. Har bitta detaligacha menimcha Pirim Qulqodirovga bu uchun tashakkur aytamiz. Tarixiy voqealarga asoslangan asardir bu. To'g'ri, o'rtasida qandaydir vaziyatlarda qiziqroq bo'lishi uchun, kitobxonlar qiziqishi uchun va bemalol qiynalmay o'qishligi uchun to'qima narsalar qo'shilgan bo'lishi mumkin, lekin bunda tarixiy shaxsning o'sha paytdagi vaziyati, o'sha paytdagi holati to'laligicha ochib berilgan. Asarni o'qinglar va o'z xulosalaringizni kommentda yozasizlar degan umiddaman. Asardan men xulosalarim shu. Yana sizlar asarni o'qib yoki audiosini eshitib qanday xulosa chiqarasizlar bilmadim. Hammani fikrlash doirasi, keyin bilish darajasi va xulosasi har xil bo'ladi.
bir inson misol uchun bitta ish berilsa, to'laligicha bir xil qilmaydi hamma. Boshqacha rakurslardan qilishi mumkin, boshqacha g'oyalar bilan qilishi mumkin. Shuning uchun Pirimqul Qodirovning yulduzli turlarini o'qinglar. Hammaga omad, charchamanglar. Shu bugunga. Paka-paka.